Kecha Qashqadaryoda mudhish qotillik jinoyati sodir etildi. Ma'lum bo'lishicha, erkak turmush o'rtog'i hamda kelinining hayotiga o'tkir tig'li jism bilan jarohat yetkazganligi aytildi. Qotillik voqeasi Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida 12 oktyabr kuni ro'y bergan. Tan jarohati olgan har ikki ayol ham vafot etgan. Xabarda qo'shimcha qilinishicha, gumonlanuvchi erkak maktabda o'qituvchi lavozimida ishlagan. Mazkur holat yuzasidan 12 oktyabr kuni Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi shaxs protsessual tartibda ushlangan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Ushbu mudhish jinoyat nima sababdan sodir etildi? Qashqadaryo viloyatidagi muxbirimiz voqea joyiga borib holatni to'liqroq o'rganishga harakat qiladi. Biz bu haqda dasturimizning keyingi sonlarida ma'lumot beramiz. Marhumalarning oila a'zolariga minlar dasturi chuqur hamdardlik bildiradi.